Ajrashaylik. Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq qilib o'rganganmiz. Lazerda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Bu ham bahonada. Ajrashaylik. Sen nega echib turing? Bitta plus qo'shmabsan-da, 18 plus bo'lardi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxobkalar yaxshimiz ekan. Olov bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz. Porsiqday bo'lardi. Bahonada. Ajrashaylik. Jimishib. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandris qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu. Tandir yappa yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Abavi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uvitib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi. Allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yurgan bo'taloq. Biz bechora o'zi hali kulida yuvardik. Oppoq bo'lardi. Bahonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb Ona, xush kelibsizlar mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Keling. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. Bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurunchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Buyda hamma ajrashadi. Buyda hamma ajrashadi. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya?